الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah yozgan Al-Qawaid al-Asasiyya fi ilmi mustalah al-hadith nomli bu muxtasar kitobchining Al-Mu'talaf wal-Mukhtalaf degan yeriga kirib turdik. Hamda al-mu'talaf wal mukhtalaf degan nima desanglar? Huvallazi ittafaqa min jihati al-khatt wal kitaba. Ya'ni xat, ya'ni hadisni yezilishi, hadisdagi shu so'zning, hadisdagi ma'lum bir so'zning yezilishi xat va siz xat degan sizish degan gap. Kitoba degan yezish degan gap ikki qismiga. Sizilishi va yezilishi jihatdan xat jihatdan birdek. O'xshash. Vaqtalafa min jihatil lafz. Ammo lafz jihatdan ig'izda aytilish jihat. Ammo lafz ig'izda aytilish degan gap. Yezilishda nima? Yezilishda bir xil yeziladi. Bir xil shaklda, bir xil formulada yeziladi, bir siyg'ada. Ammo o'qilishda, og'izda aytilishda, talaffuz qilishda o'xshash talaffuz qilinmaydi. Misol, buning misoli masalan asid bir hamza sin ya dal hamza sin ya dal yeziladi. Lekin asid usayd qarasanglar o'xshash harf, o'xshash shakl. Lekin aytilishda, o'qilishda, talaffuz qilishda beshtikini asid deb talaffuz qilamiz, keyingini usayd deb talaffuz qilamiz. Bularni qanday o'qiymiz desanglar, bularni shu davomli shayxlarning og'zidan anglab yurishadi. Anda qarab farqlarni ko'rib bo'lmaydi. Bo'lmasa balki kitoblardan, sharh kitoblardan o'rganishinglar ham mumkin. Hamid, Humayd. Ravilarning ichida shunday yalarni nima uchun eng muhim demasizlar? Bunda ya lug'atlar chiqmaydi, lug'at kitoblari chiqmaydi. Bu faqatlam ustozdan anglash, ustozdan quloqida anglash bilan bilinadigan ismlar. Hamid, Humayd. Umara. Harf o'xshash. Shuni deb atadigan al-mu'talaf val mukhtalaf. Ikkinchi olmoqchi bo'lgan mavzu bo'lsa al-maqlub. Degan tata degan gap, maqlub degan tata. Binasiniki tatga o'rib qolgan bunda qasam bo'ldi, maqlub bo'ladi. Masalan, quta va stakan tatga dumkam to'lib qo'ygan bo'lsa, maqlub bo'ladi. Huval hadis, bu qanday hadis istilohida qanday hadisni maqlub deydi desanglar, huval hadisul-ladzi waqa'a fi matnihi aw fi sanadihi taghyir. Ya'ni maqlub degan tekstida yoki sanadida bir o'zgarish yuz bergan bir hadisdir. Qanday qilib desa, bi ibdali lafzin bi akhar. Bir lafzni yana bir lafzga almashtirib o'tish bilan yoki aw bi taqdimin va ta'khir. Bir lafzni yana bir lafzga taqdim ta'khir ilgari qilib o'tish bilan yoki qilib o'tish bilan va nahvi zalik. Shunga o'xshagan hadisdagi sanadi o'zgarish yuz bersa, bu maqlub bo'ladi. Buning turlari ve huve nev'an bu iki türlük bulur. Biri el-kalbu fi senet, yani senetteki teatürlük. Bunun sureti, bununki şekli olsa birinci ey yukaddeme ve yuakhara ismur ravi. Ravinin ismi mukaddem, muakhar, takdim, teakhir kılınış, yani ilgili keyin kılınışı. Ve zalike bi en yekunel asl mesela aslida Ka'b ibn Murra olsa mesela Ka'b ibn Murra senetteki ravinin ismi Ka'b ibn Murra bo'lsa, buni almashtirib o'tib ta'tir qilib nima deydi? Fayaqul Murra ibn Ka'b. Murra ibn Ka'b degandek. Bu shunda ataladi, sanatdagi qalb deb ataladi. Ikkinchi. Ay yakuna al-hadithu mashhuran an rawin min ar-rawat masalan. Ravilardan bir ravidin mashhur hadis bor. Aw mashhuran bi isnad mashhur bir isnad bilan mashhur bir hadis bor. Fayubaddalu bi nadhirihi fi at-tabaqati min ar-rawat. Shundan shu ravilarning shu tabiqadagi shuni o'qishi bo'lgan tabiqadagi ravilarning biri almashtirib o'tiladi. Shu mashhur hadisdagi tabiqasidagi o'qish ravilarning shuni o'zining naziri o'qishi almashtirib o'tiladi. Va zalika masalan shu bo'lsa Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mashhur hadisga o'xshashki fayubaddiluhu bi Nafi'. Bu Salim ibn Abdullah ibn Umar degan mashhur hadisni nimaga Nafi' ibn Abdullah ibn Umar deb Salimni Nafi' almashtirib o'tiladi. Bu shu ma'a annahuma tabi'iyyan. Shuni bilan birlikda u ikkinchisi tabi'i. Salim ibn Abdullah mu tabi'i, Nafi ibn Abdullah nima? Tabi'i, ikkinchisi tabi'i.
turib uni buni almashtirib o'tadi. Fayubadalu binazirihi fi tabaqati min ar-ruwat. Ya'ni raviylarning o'xshash bir tabiiy qilsidiki, ravilarning ma'ravi o'ziniki tabiiy qilsidiki o'ziniki o'xshash darajadagi bir sabtishiga almashtirib o'tiladi. Raviylar tarafidan. Mushuni atirdi maqlub nima? Maqlub fi sanad bo'ladi. As-sani al-qalbu fil matn. Matndagi almashtirib o'tish, matndagi tartiblik. Va huwa bu bo'lsa ay yuj'ala kalimatun min al-hadisi aw kalimatun fi ghayri mawdi'iha al-mashhur, fi ghayri mawdi'iha al-mashhur. Ya'ni hadisdan bo'lgan biror so'z yoki bir qancha so'zlar mashhur hadisning o'rnidagi fi ghayri mawdi'iha al-mashhur. Mashhur o'rnining g'ayrida. Masalan, misli hadis Abi Hurayra. Masalan, Abi Hurayra radhiyallohu anhu hadisga o'xshashki, inda Muslimniki qishidiki. Fi sab'ati allazina yudhilluhumullohu fi dhilli arshi. Ya'ni Alloh taolo o'zining arshining soyida tutadigan 7 odamning ichida, 7 odam haqida. Va fihi bu hadisda bordir, va rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Yani bir adam arshining soyidagi odamlarning biri bo'lsa, bir sadaqatni qilib, o sadaqatni maxfiy qilgan, hatto uning o'ng qo'li so'l qo'lining, chap qo'lining nima berganini bilmagan deb bunda rivoyat kelgan. Fahada mimman qalaba ala ahad ar-ruwat sahwan. Yani ravilarning biriga ta'tirsiz bo'lib qolgan, ta'tirsizga savallik bilan ravilarning bir tarafidan ta'tirsiz bo'lib qolgan so'zmish ediki, matndagi so'z. Va innama huwa buni to'g'risi bo'lsa, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya'ni so'l qo'li, o'ng qo'li bergan narsani tuymug'idek darajada bergan sadaqa bergan odam arshining soyasida soyidaydi degan gap bo'ladi. Demak, chunki li'annal yamina hiya allati tunfiq. Sadaqa bergan odam so'l qo'ldan bermaydi, o'ng qo'ldan beradi. Demak, bu so'l qo'l degan demak mishadiki ravilarniki biror raviydan xatoligini olmish qiliqliq. Chunki boshqa rivoyatlarda bunday holat kelgan. O'ng holatda. Shu rivoyatlarning ichida bir rivoyatda bunda ta'dis kelib qiliqliq. Buni nima deymiz? Ya'ni raviylarning ichidagi biror raviy almashtirib salgan deymiz. Tushunarlimi? Ta'til so'zim salgan. Hukmuhu budun hukmi qadar sani yajibu radduhu ila asli sabit. Ya'ni buni o'zining sabit bo'lgan asliga qaytarish vojib. Bunday hadisni. Val amalu bi zalikal asli sabit. Sabit bo'lgan o'sha asliga amal qilish vojib bo'ladi. Lekin bunda ta'til qismiga emas, ta'tilga amal qilish vojib bo'lmaydi. Al-mustalib deb aytamiz. Mustalib degan al-hadithu allazi ruwiya ala awjuhin mukhtalifatin ala at-tasawi fi al-ikhtilaf min rawin wahid. Mustalib degan qanday desanglar, ya'ni uni muqim bo'lmaydi, lig'ildab turgan, tavrab turgan degan gap. U bo'lsa shunda biladizki, bir qancha o'xshamagan yo'llar bilan al-tasawi fil ixtilof min rawin wahid. Bir raviydan ixtilofda barobarlik bilan o'xshamagan yo'llarni rivoyat qilingan. Bir raviy bir qancha yo'lni rivoyat qilib, hamma o'sha o'xshamagan yo'llar hammasi o'xshash. Birisi rojih, birisi marjuh emas. Hammasi o'xshash. Biz ketmaydi. O'xshash darajada. Bir qancha yo'lda bedis rivoyat qilsa, masalan bi an rawahu marratan, qanday qilib desa bi an rawahu marratan ala wajh. Bir qatim bir yo'l bilan rivoyat qiladi va ukhra ala wajhin akhar. Yana bir qatim yana bir yo'l bilan rivoyat qiladi. Avval qarshi oldi. Bir qatim bir xil rivoyat qildi desini, yana bir qatim yana bir xil rivoyat qiladi. Av to'g'ri xato demaydi. Endi olmish turadi desiki lafzicha. Fala yakunu muttaliban illa idza tasawat ar-riwayat al-mukhtalifa fi as-sihha. Mustalib bo'lish uchun faqat nima bo'lish kerak? Shu o'xshamagan rivoyatlar sahihlikda tang bo'lsa, barobar bo'lsa, o'xshash yo'ldan kelsa, bu o'xshash yo'ldan kelsa, shu mustalib bo'ladi. Ammo birisi kuchliroq, birisi zaifroq bo'lib qolsa, nima bo'lmaydi u? Bu mustalib bo'lmaydi. Bihaythu la yumkinu tarjihu va la jam' baynahuma. Ya'ni ikkisini birini tarjih qilish yoki ikkisini orasini jamlash mumkin bo'lmaydigan darajada. Ammo idza amkana tarjihu ihda rivoyat, ammo rivoyatlarning birini kuchlantirish likavni rawiha aksar, ya'ni u rivoyatniki raviylar ko'proq bo'lganligi uchun hifzan degan gap yodlash jihatdan.
yatlash jihatdan. Aw aksar suhbatan lil marwi anhu rivoyat qilingan hadisqa hamma bu jihati uni ko'proq masalan jihatdan rivoyat qilingan bo'lsa fayakunul hukmu bil qabul. Bu joyda hukm bil qabuli lil rivoyat ar-rajihati hatman. Yani kuchli rivoyatni qabul qilish jihatdagi hukm qat'iy bo'ladi. Val marjuh yakunu marjuh shu desa kuchli bo'sh gap qolgan, ojiz gap qolgan desa yakunu shazdan bu shaz bo'ladi, shazni hukmi bo'ladi. Aw munkar shazni üdep olan şazdan qanda yani sahih sanat şencelik siqanın rivayeti qarşı kep qapqasını bu nima? Siqanın rivayeti üzdünme siqalaq kişiga qarşı qapqasını bo'ldi, şaz bo'ldi. Aw munkar bo'ladi degan gap siqanın rivayetiga daifning rivayeti qarşı qapqasını bo'ldi, munkar bo'ladi, munkar. Vala ittirab hilan uçaqda istirab olmaydı. Bunun misali hadis Fatima bint Qays. Fatima bint Qays radhiyallahu anha marfu Terzi rivayet kılan hadisi mesela. İnne fil mali le hakkan sivaz zeka. Bir rivayetin dedi malda şüphesiz ki malda zakatın başka mı hak bağlıdır dedi. Hakeza rivayetün İmam Tirmizi bu şuna rivayet kıldı. Ve İbn Mace Fatıma bint Qays radhiyallahu anh'ın merfu terzide hem bunda lafızda rivayet kıldı. Leyse fil mali hakkun sivaz zeka. Malda zakatın başka hak yok diye rivayet kıldı. Okşaş şekilde. Muşun edesinin manasını ben mustarip de katıldı. Bunun hükmünü verdiyse da'fu li işarihi bi adami dabti rivati. Onunki ravilerindeki ihçamlığı bulmagalık için bu nimine da'if de hüküm bölüdü. Nemişka li işarihi da'if'in nimede bölüdü ise ravilerinki dabti yok. Dabti bulmagalık için bunlar da'if de hüküm bölüdü. En ahırkı mesele olsa el-muallel. İlletli geriz. Ve yuqalu lehu el-muallu vel-ma'lul. Muall ve ma'lul hem değildi. معل diye kadar sana el hadisulladî ittala'al hafizul basir yani nazar dairelik hafız hadis muhaddis bu hadiste bu hadisdeki sağlamlığa tesir yetkizadigan birer illetke haberdar bulup kalgan. Ma'a enne zahirahu selametu minha. Onunki hadisin zahiri illetin salamet buluşu bilen belge. Mesela kel irsali lil hadisil mevsul. Mevsul Resulullah senedi ulaşkan hadisini irsal kılıp mursal kılıp koyun koşay mesela sahabeden elbet mesela. Evvel ittisal lil mursal yakin mursal hadisini ulap koyun koşay mesela sahabe tedgil asli mursal hadisini sahabeden bir kılıplam ulap koyun koşay. Evvel idrac fil metni ve senet yakin metinge senetke bilemez bunu kürgüzüp koş koşay. Evvel vakfi lil merfu evvel aks yani yakin merfu Resulullah götürülgen hadisini sahabe tutup koyuş. Ya ki sahabe toktap hadisini Resulullah götürüp koş okşaş. Fekulluha ilalun. Bunun hemmesi fakatla tekşüş elip geliş bilen ve cem yollarını cuğlaş bilen onun qarab çıkış bilen lan bilgili bulduğu illetler. Ondan başka olan bilgili bulmadığı illetler. Dur. Bunun hükmünü verdi sana ennehu min enva'id daif. Bu daif'nin türlerindendir. El metruk dedim. Metruk diyen ne verdi sana? Metruk diyen ve ma ravahu ravin vahid. Fakat bir ravi rivayet kılan. Yani onun acizliği hemmeyle birlikte bir rivayet kılgani metruk deb atıldı. Fadahara min et-ta'rif ta'rifning o'zidan fi vasfi ravi metruk. Ravinin metruk deb sifatlaşda ikki ish oshkor bo'ldi. Birinchisi anna ravi mujma'un ala da'fihi littihamihi bil kadhib. Ravinin acizliği cem qilingan nimishqa uni yolg'onchilik bilan tuhmat qilinganlik uchun. Yolg'onchilik deb nima qilinganlik uchun, gumonlanganlik uchun. Evli kevnihi ulife bil kezibi fi gayri hadis. Ya ki onun hadisten başka narsa yalga aytqanligini tundup qalgan. Normalde gap qilganda yalga aytadi. Anda olgandan hadiste yalga aytmasligidan tinch aman bo'g'ilmaydi. Xotirjam bo'g'ilmaydi. Ya ki uniki fasıqdan tuhmatlanganlik uchun. Ya ki uniki g'ofilligi. Ya ki nayt ko'p vahm qiladigan. Unda deganmiki Rasululloh buna demediki deb ko'p gumon qiladigan. Esal ikincisi infirada hadar ravi bir rivayetle yak muşravinin muşahidisini rivayet kılsa yalnız buluşu. Yani ey infirada bir rivayetle hadis en gayrihi felem yervihi illa huwa. Yani muşahidisini onun başka hiç kim rivayet kılmagan derecede. Fakat muşlim rivayet kılgan. Onun başka hiç kim rivayet kılmagan hadisde mesela. Bunun misali mesela Amr ibn Şemr'nin hadisi Cabir radhiyallahu anhu'dan. Fe amrun hada mana muş amr bunun hadisi terk kılınmıştır. Bunun hadisi terk kılınmıştır. Sakit bunu hükmünü mesela sakit ol itibar. Bunun itibarı sakit. Demiş ki inta kat aciz boğalık için. Bunun olan hüccet mi keltirilmeydi, istişhad mı kılınmaydı, hiç delil mi keltirilmeydi. El mevdu diyen ne desen lan? Mevdu diyen mehtelakahu. Yani raviden birisi uydurup çıkaran, tukulan.
Kişilerden biri. Ravi mi demeyimiz bunu? Ay kişiler içinden bir adam yüzü tokup oydurup çıkan edisler. Uydurma. Ve nesebehu bunu Resulullah'a ya ki sahabeye ya ki tabi'ye nispet etmegen. Ve sebebul ved'an bunu ki bu hadisinde tokuşunun sebebini ne sanlar? Ademu din ya ki bunun dini yok. Dinsiz. Ya ki bir mezhep yerden biriş için. Ya ki ev galebetil cehel. Bu nadallıkı galip boğallık bununla. Ya ki et-tekarrub lil hukam. Diyen hakimlerge, padişahlarga, sultanlarga ulanı medihilep yakın bulaş için yalgan idiste koydu. Bu ne sebeplerinin biri buladı. Bunu hükmedin ve sanlar hukmuhu ennehu batil. O batıldır. Bunu rivayet kılış haram buludu. Fakat şu edistin hazır eyle şunu rivayet kılsam eyle bunu rivayet kılsam haram. Ev ta'limu zâlike li ehli ilmi vel ma'rife. Ya ki fakatlar onun hazır eylendiriş için, hazır eskertiş için, ihtiyat kıldırış için ya ki ilim ehlige ve marifet ehlige için ügütüp koyuş için madem bundan da hadisler mavdu diyen mevdu hadisler tokulma hadisler dep ügütüp koyuş için ügütüş buldu bu haram buludu deydi. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.